Oxirgi paytda bitta ikkita negativ yozadiganlar paydo bo'lib qoldi-da aka. Bormaysanmi deb berami, nima qilyapsan? 3 kun bo'ldi, 5 kun bo'ldi deb. Bu 98% odam qo'llab-quvvatlayapti-da. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya bu juda ko'p joylardan qo'llab-quvvatlayapti. Mana shu o'zimiz o'zbeklar 1-2% anaqa qilib yozyapti-da. Bu yozmay qo'yaveringlar avvaroqlar. Men bari sizni gapingizga kirganimda men bu yo'lga yurmadim-da. Sizni gapingiz bir tiyin bo'lgani uchun shu yo'lga kirdim. Hamma qo'llab-quvvatlayapti. 1-2% mana shu negativ o'zimiz o'zbeklarda. Mayli, ko'ngilni keng qilish kerak edi. Bahaldi bog'i ko'karmaydi. Damasam nima qildi? Va qadam bilasiz, damalayapmanmi, dokument qilyapmanmi? Akalar. Ancha men fahshab chiqmayotgan, narkotik sotmayapman. Men video qo'ysam, men bu yerda qolib ketsam, yomon narsa chiqarmayapman, hayron qolaman-da. Hali yarim yalang'och ishtab chiqib, ular qanaqa qilib kommentariyasini o'qib chidab turar ekan deyman-da. Joninglar sog' bo'lsin. Asha negativchilar 1-2% negativchilar bor xolos siz.